Ko'hna va hamisha navqiron Samarqand yana bir nufuzli tadbirga mezbonlik qildi. Bu safargi forum Samarqand uchun muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Gap shundaki, Samarqand shahrida islom olami madaniyat vazirlari ishtirokida islom dunyosining ma'naviy merosi va madaniy ifodalari, xattotlik, musiqa, she'riyat va hamjihatlik mavzuidagi xalqaro forum o'tkazildi. Yaxshilikka chorlovchi kuchli vositaga aylanmoqda. Islom dunyosi ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha tashkiloti ISSCO tomonidan 2025-yilda Samarqand shahri islom olami madaniyat poytaxti deb e'lon qilinishi va shu munosabat bilan tashkil etilgan tantanali tadbirlar doirasida o'tkazilayotgan anjumanda ISSCOga a'zo davlatlar madaniyat vazirlari, xalqaro tashkilot va muassasalar mas'ullari, yuqori darajadagi rasmiylar ishtirok etishdi. Anjumanning ochilish marosimida Samarqand viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi Aziz Boboyev so'zga chiqib, Samarqandning islom olami madaniyati poytaxti deb e'lon qilinishi bu qadimiy shaharning islom dini rivojida tutgan o'rni va bu yerda kamol topgan ulug' allomalar, muhaddislar xizmatlarining yuksak e'tirofi ekanligini ta'kidladi. 10-asrda Abu Hoja Tohiriy: agar ilm istasang Makkaga bor, agar boylik istasang Hindistonga bor, agar har ikkalasini istasang Samarqandga bor deb aytganlarida 100 karra haq edi. Bugungi kunda Samarqand xalqaro hamjamiyat uchun muhim muammo va masalalarni muhokama qiladigan haqiqiy markazga aylandi. Bugungi tadbir doirasida ham islom dunyosining ma'naviy merosi va madaniy ifodalari, xattotlik, musiqa, she'riyat va hamjihatlik shiori ostida konferensiya o'tkazilishi ana shu an'ananing davomi deb o'ylayman. Bugungi kunda O'zbekistonning ISSCO bilan ta'lim, ilm-fan va madaniyat sohalaridagi hamkorlik aloqalari izchil rivojlanib bormoqda. Tashkilot tomonidan 2007-yilda Toshkent shahri, 2020-yilda Buxoro shahri islom madaniyati poytaxti deb e'lon qilingan edi. Samarqand shahrida o'tkazilayotgan islom dunyosining ma'naviy merosi va madaniy ifodalari, xattotlik, musiqa, she'riyat va hamjihatlik mavzuidagi xalqaro forumda Samarqandga islom madaniyati poytaxti maqomi berilgani haqidagi ramziy bayroq va statuetka tantanali topshirildi. Ushbu nishonlarni ISSCO bosh direktori Salim bin Muhammad Al-Malik Samarqand viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi Aziz Boboyevga taqdim etdi. Samarqandning dunyo olam tarixida tutgan o'rniga berilgan baholar bizni samarqandliklarga g'urur bag'ishlaydi va mas'uliyat ham beradi. Samarqand yana qadimdagi kabi yana ilm ta'lim markaziga aylanyapti. Samarqand 3000 yildan beri Samarqand. Lekin bugun Samarqandni jahon tan olishi, Samarqandda xalqaro tadbirlarning o'tkazilishi, shu jumladan Samarqand bugun islom tamaddunining barcha uning shakllarini o'zida namoyon qilayotganligi biz uchun saodat deb hisoblayman. Forum doirasida islom dunyosining ma'naviy merosi va madaniy ifodalari, xattotlik, musiqa, she'riyat va hamjihatlik mavzularida ma'ruzalar qilinib, fikr-mulohazalar, takliflar tinglandi.